gullar, endigina yaproq ochgan daraxt novdalari, bularning bari ko'ngillarga ajabtovur hissiyotlar inom etadi. Gullardan gullarga qo'nib bol to'plash ilinjida shoshilayotgan asal arlar harakati esa bizni yashashga bo'lgan ishtiyoqimizni yanada oshiradi. Mevali daraxtlar ajdodlardan avlodlarga go'yoki meros. Chunki biz ekkan daraxtlar qachonlardir mevaga kirib odamlarga zavq beradi. Shu boisdan mamlakat rahbari Yashil makon dasturini xalq hukumiga havola qildi. Bugun qay tomonga qaramang, mevali va manzarali daraxtlar ekish ishlari avjida. Denov tumanidagi Sobir Rahimov suv iste'molchilari uyushmasidagi mana bu qir adirlar haqida, bu yerdagi mana shu Islom Xudoyberdiyev tomonidan olib borilayotgan ishlar haqida ko'p va xo'p gapirganmiz. Juda ko'plab bizni tomosha qiluvchilar, bizni kuzatuvchilar bu yerga suv chiqmasa hech narsa bo'lmaydi, hech qanday bu yerda daraxtlar o'smaydi degan gaplarni aytuvdi. Mana bugungi kunga kelib mana shu denovliklar butun hokimlik, prokuratura, ichki ishlar va soliq xodimlari, gaz idorasining xodimlari, metanchilar bilan birgalikda bu yerda mana ko'rib turganingizdek 160 gektar yerda mana shu mevali daraxtlar ekildi va bugun mana shu Navruz bayrami oldidan shu tadbirkor Islom Xudoyberdiyev tomonidan bu yerlarga suv olib kelindi. Demak, bu yerlarda bir vaqtlar shunday bog'lar bo'lsinki, hamma havas qilsin. Suv bu tiriklik manbai. Suv bu yasharish va yashillik olamidir. Suv bor joyda albatta hayot qaynaydi. Qir adirlar bag'riga 1300 metr uzoqlikdan Sangardak darasidan kelayotgan obi hayot maxsus quvurlar orqali olib kelindi. 100 million so'mdan ziyodroq mablag' sarflangan ushbu loyiha hali uzoq yillar davomida bu yerlarni obod qiladi. Mana shu viloyat hokimimiz Ulug'bek Berdiqobilovich topshiriqlari bilan boshlandi bu yoq. Tuman hokimlari o'zlari kelib, prokuror, ichki ishlar har bir soliqlar ham kelib xabar olib turibdi. Ozroq bo'lsa qo'llari yordam berib turibdi. Albatta charchaganingizni bilmas ekanda, bog'da qilaverganingizdan keyin har qanday ishlarni qilaversangiz, mana shu bugun ro'zani 15 kuni o'tib ketibdi. Xuddiki kecha Ramazon kelganday edi-da. Xudo xolasa mana shu ekilgan 30 mingga yaqin daraxt ekildi. O'rik, shaftoli, yong'oq, bodom, asosan bodom ekildi mana shu dalalarga. Bu yer oldindan bir bog' bo'lgan ozroq joylari, lekin mana suvlar chiqarganimizga endi ishonch hosil bo'ldi. Xudo xolasa buni qilamiz. Eng avvalambor prezidentimizga rahmat. Nima uchun? Bu sharoitni yaratib berganligi uchun. Mana shunday joylarga bir qarcham yer qolmasa kerak, bir qarcham yer turmasa kerak. Bu yerga odamlar faqat qo'y boqqan, mol boqqan, qolaver chorvasini boqib yurgan joyida odamlar shuni ham qumsaydi, lekin albatta buni hozir birinchi bosqichi 160 gektar edi. Biz kecha rahbarlar bilan, tuman hokimi bilan, viloyat hokimi bilan gaplashilgandi. Buni 400-500 gektar joyda hammasini boqilishga etap-etap qilayotgan bo'ldik. Hozir birinchi navbatda mana suv chiqqaniga, mana ekilgan daraxtlarni kurtak ochib, o'zingiz guvohsiz, gullab turganlarini, yashnab turganini ko'rdingiz. Endi bunga har bir narsaga nima uchun? Bir zavq keltirgani uchun. Har bir ko'karadigan daraxt kechasini uyg'onib ketsa, daraxtlar ko'karyaptimi yo'qmi degan odamning xayollaridan o'tadi-da. Albatta shu qilayotgan ishlarimiz xalqimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun mana shuga xizmat qiladi. Bu ekilgandan keyin kamida bu yerga 300-400 odam ishlik bo'ladi. Biz qilayotgan ishlarimiz Angor tumaniga ham qancha ishlarni qilib, yerlarni ochib, hozir ikkilamchi ijaralar qilib, o'sha katta qumliklarni qilyapmiz. Unga uchun ham alohida bir beramiz, intervyu beramiz, xudo xolasa. Chindan ham bundan 2 oylar ilgari yerga qadalgan daraxtlar kursak yoyib gulga kirdi. Yong'oqning 2-3 turi, bodom, shaftoli va o'riklar ham o'sish avjida. Faqatgina suv yetishmasdi bu yerlarga. Mana endi suv ham bor. Demak, qilingan mehnat va sarflangan mablag'lar besamar ketmaydi. Qir va adirlar bag'rida tomchilatib sug'orish ishlariga tayyorgarlik esa qizg'in pallaga kirgan. Bundan zavq olgan islom deputat esa she'r aytmoqqa shaylandi. Suv keltirgan elda aziz, suv keltirgan mard kishi, o'z xalqini rozi qilmoq matonatli mard ishi. Suv yo'li ham so'z yo'liday, mehnatlari og'irdir. Mehnatkash xalq oqar suvning oqishiga qara der, unga qarab elning istak xohishiga qara der. Neandertal odamni ham ko'zlari chaqnab kelgay,
asrlarning qa'ridan u sho'rlik ham chanqab kelgay. Suv deganda tengrasida xazon bog'lar u deydi. Ming yillarki bu adirliklar suv deydi yo suv deydi. Addorlikki g'irromlikka hushi yo'q, o'quvi yo'q. 100 yillarki qo'lda chelak, bir satl suv berishga suvi yo'q. Termiziylar ayvonidan gar boqsam gar olamga, goh otamga o'xshaydursan, goh o'xshaysan onamga. Suv kelsa gar nur kelgaydir, yashnar kent qishloqlar, ming yillarda bo'lmagandir 100 dan oshgan momolar. Suv yo'li ham so'z yo'liday, mehnatlari og'irdir. Mehnatkash xalq oqar suvning oqishiga qara der. Ha, dimoqlar chog', kayfiyat ko'tarinki. Chunki elda Navro'z ayyomi, ro'za-i Ramazon kunlari qilinayotgan bu ulug' ishlar zamirida mehnatkash xalqimizning jipsligi mujassamdir. Agarda birgina mana shu 160 gektar maydondagi ekilgan mevali daraxtlarni 30 mingga yaqinligini aytadigan bo'lsak, bunaqa dalalardan, bunaqa joylardan qancha Surxondaryo viloyatida bog'lar, yangi joylar o'zlashtirilyapti va bog'roqlarga aylantirilyapti. O'ylaymizki, bu qilinayotgan ishlar hammasi kelajak avlod uchun. Biz albatta ana shunday qilinayotgan ezgu ishlardan sizlarni bahobar qilishdan xursandmiz. Jo'raqul Tursunov, Sirojiddin Mamatqulov, Surxondaryo.